Assalomu alaykum dada. Keldingmi Davron? Ha, keldim. Bugun oxirgi ish kunim o'g'lim. Mana shu stomatologiyani shuncha mehnat qilib, sen uchun qurdim. Xudo xolasa yangi chehramizda chehrasiz seni yuzing bo'ladi o'g'lim. Men endi senga topshirdim. Omadingni bersin o'g'lim. Sharmanda qilma. Shuncha yil topgan obro'yimni to'kma. Klientlarga yaxshi muomala qil. Maylimi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Men oshga ketdim. Yaxshi o'tir. Xabar olib turaman sendan. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, sog' bo'linglar. Ha, dadangga salom ayt. Ya keldingizmi dada? Sizga yangiligim bor. Qanaqa yangilik? G'araga borib, olmishga kirgan. Hop, Bitta seni 30 yildan beri ko'rar ekansiz-ku. hop. O'shani olib tashladim. Voy, olib tashladim. Uni na davolab bo'ladi, na plomba qilib bo'ladi. Olib tashladim bechorani qiynab. Qutuldi og'riqdan. Voy ahmoq. O'sha bitta tish seni o'qishingga yordam berayotgandi. Kontraktlarni to'lashga yordam berayotgandi. Mana shu chehrani klinikamizni qurishga yordam berayotgandi. Voy, voy ahmoq. Voy tupoy.